Ishonch do'konlar tarmog'i Qo'qon filialida katta aksiyalar ketyapti. Faqat smartfonlarga 21-apreldan 23-aprelgacha. Bismillah. Ishonchni yaxshi ko'raman. Ishonchni barcha O'zbekistondagi filiallarida 3 kunga katta aksiya smartfonlarga. Dubay narxida, Xitoy narxida. Ishonchda 1+1 aksiyasi g'olibiga aylaning. Bitta konditsioner olib boshqa qoladi. Ishonch tarmoqlar do'konida butun O'zbekiston bo'ylab bitta konditsioner xarid qilgan odamga bitta kir mashina qo'shib beriladi. Mazzani. Bu g'o'ram talaqirmi? Ishonchda narxlar inqilobi bo'lyapti-ki, foydalanib qoling. Barchalaringni ishonchga kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Rahmat e'tibor uchun.